Qur'oni Karim. Dotsent doktor Olimjon Bug'da, Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi. Bizlarni yaratgan mahluqotlar ichidan aql va idrok bilan alohida sharafli qilgan, bilmaganlarimizni qalam va yiziq orqali bildirib, aqlimizni iymon bilan nurlantirgan Janobi Allohga hamd va sano aytamiz. Alloh taolaning insonlarga rahmat qilib avatgan, uningga insonlarning hidoyati uchun o'z kalomi bo'lgan Qur'oni Karimni nozil qilgan Hazrati Muhammad alayhissalomga durud va salom yo'llaymiz. Uning oilasi va barliq sahobalariga Allohdan rahmat tilaymiz. Janobi Alloh yer yuziga tunji inson Hazrati Odam alayhissalom va Hazrati Havvoni opiridi qilgan davrdan boshlab insonlarga o'zining irodasini bildirish, ularga yaratilish g'oyasini tunutish va ularning vazifalarini asıltib turish uchun payg'ambarlarni avatdi. Payg'ambarlar har davrda Alloh taolodan kelgan vahiy va ta'limotlar asosida insonlarga Janobi Allohning zoti sifatlarini, Janobi Allohga iymon keltirish, u zotga ibodat va bandichilik qilishning yo'llarini, hayotiy dunyoning mohiyatini, dunyo hayotida Alloh taolo rozi bo'ladigan yaxshi ishlarni qilish orqali abadiy hayotlik olimi bo'lgan oxiratda mukofotga erishib, jannatga kirishning yo'llarini ko'rsatib berdi. Janobi Alloh payg'ambarlar orqali insonlarga bildirgan amr farmon va yo'l yo'riqlarining payg'ambarlar bu olamdan o'tgandan keyin unutilib ketmasligi va insonlar tarafidan o'zgartirilmasligi uchun payg'ambarlarga vahiy orqali kitob va mushaflarni, ya'ni sahifa yoki varaqlarni nozil qildi. Masalan, Odam alayhissalomga nozil qilingan Suhufi Odam, Hazrati Shish alayhissalomga nozil qilingan Suhufi Shish, Idris alayhissalomga nozil qilingan Suhufi Idris, Hazrati Nuh alayhissalomga nozil qilingan Suhufi Nuh va Ibrohim alayhissalomga nozil qilingan Suhufi Ibrohimga o'xshash 100 dan ortiq suhuf va Musa alayhissalomga nozil qilingan Tavrat, Davud alayhissalomga nozil qilingan Zabur, Isa alayhissalomga nozil qilingan Injil va Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'oni Karimdan iborat 4 mashhur kitobga o'xshash. Har payg'ambar Hazrati Odam alayhissalomdan tortib toki Muhammad alayhissalomgacha Janobi Alloh tarafidan kelgan vahiyni o'z hayotiga tatbiqlash va insonlarga yetkazish vazifasini voyaga yetkazib o'rindigan. Har bir payg'ambar o'zidan burun kelgan payg'ambarni va elib kelgan ilohiy vahiyni tasdiqlash bilan birga ilohiy ko'rsatmalar asosida zamon ichida insonlar tarafidan qo'shib olingan botil aqida, bid'at, xurofot, inson tabiatiga zid bo'lgan paskina, nachar odat va har xil zulm, zo'ravon sistemalarni tozalash va insoniyat jamiyatini isloh qilish uchun barliq kuchi bilan tirishchanlik ko'rsatgan. Har davrdagi payg'ambarlarga va elib kelgan ilohiy vahiyga iymon keltirgan, uni qo'llagan, uningga ergashgan mu'min musulmon kishilar va ularning varislari payg'ambarning yo'lini pok tutishga, elib kelgan ilohiy ta'limotlar bo'yicha amal qilishga va boshqa insonlarni payg'ambarlarning yo'liga ergashib minishga da'vat qilgan. Barliq payg'ambarlar e'tiqod va iymon masalalari jihatda o'xshash va bir butun bo'lgan bo'lsa-mu, ibodat va ijtimoiy hukm jihatdagi ba'zi masalalarda bir-biridan farqli. Har payg'ambar Alloh tarafidan ayrim shariat egasi sifatida avatilgan bo'lib, muayyan bir payg'ambar davrida kuchga ega bo'lgan ba'zi hukmlar keyingi payg'ambar davrida mansux bo'lgan, ya'ni amaldan qolgan yoki o'zgargan. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning tuganchisi bo'lib, uningdan keyin insoniyatga boshqa bir payg'ambar kelmaydiganligi uchun u zotga nozil qilingan kitob Qur'oni Karim hukmi qiyomatgacha kuchga ega, musulmonlarga yo'l ko'rsatuvchi ilohiy rahbar bo'lgan oxirgi kitobdir. Qur'oni Karimni qisqacha tunishtirish to'g'ri kelsa, Qur'oni Karim Janobi Alloh tarafidan Jibril alayhissalom vasitasi bilan vahiy orqali payg'ambar alayhissalomga 23 yil ichida arab tilida nozil qilingan Sura Fotihadan boshlab Sura Nasda oyoqlashgan va 2 muqova orasiga elingan, hech kim uning o'xshishini keltirolmaydigan va barliq insonlar bir yerga kelsa-mu qiyomatgacha uning o'xshishini keltirishi mumkin bo'lmagan
ichidagi oyatlarning hammasi Alloh tarafidan nozil qilingan va hech bir o'zgartish kirgizilmasdan tavotur yo'li orqali bizga yetib kelgan, Alloh taolo tarafidan qo'g'dalgan, uni o'qish ibodat hisoblanadigan va uning bilan ibodat qilinadigan Alloh taoloning kalomidir. Bu tunishtirishni qisqacha izohlashga to'g'ri kelsa, Qur'oni Karimning tamomi Alloh taolo tarafidan vahiy yo'li bilan nozil qilingan Allohning kalomidir. Jibril alayhissalom yoki Muhammad alayhissalomning hech qanday so'zi aralashmagan. Har ikkisi Alloh taolo ularga qanday vahiy qilgan bo'lsa, shunday yetkazgan. Qur'oni Karim payg'ambar alayhissalomga 23 yillik payg'ambarlik va nubuvvat vazifasi jarayonida paydin-pay amaliy ehtiyojga asosan nozil qilingan. Amaliy hayotda payg'ambar alayhissalom tarafidan tatbiqlangan va hukmlari ijro qilingan. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo tarafidan kelgan har vahiyni olgan. Hech bir narsani yoshirmasdan, qatmasdan shu paytda sahobalarga yetkazgan va ularni ko'z oldida vahiy kotibi deb atalgan sahobalarga yozdirib, o'qitib, tasdiqlagan. Sahobalarmo har kelgan vahiyni yodga olib yoki yozib saqlagan va boshqalarga shu paytda yetkazgan. Qur'oni Karimda yozilmagan har qanday oyat Hazrati Osman radhiyallohu anhu tarafidan ko'paytirilib tarqatilgan Qur'on harflariga uyg'un kelmaydigan qiroat va qudsi hadislar deb atalgan hadislar Qur'on hisoblanmaydi. Payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo tarafidan parcha-parcha kelgan vahiy Payg'ambar alayhissalomning oxirgi yillarida Jibril alayhissalom tarafidan bir butun rad tartib va tartil, ahang, qiroat asosida boshdan oxirigacha o'qib berilgan. Payg'ambar alayhissalom uni to'liq yodga olgan va Payg'ambar alayhissalommo Jibril alayhissalomga uni boshdan oxirigacha o'xshash bir ravishda o'qib bergan va Jibril alayhissalom uni tasdiqlagan. Payg'ambar alayhissalom sahobalariga, bulubmu vahiy kotibi, qori va hafiz sahobalariga Qur'oni Karimning mushu oxirgi shaklini o'qib bergan va sahobalarmo mush tariqada yodga olgan. Qur'oni Karim boshdan oxiri Payg'ambar alayhissalomga arab tilida nozil qilingan. Qur'oni Karim uning arab tilidagi asli holatidir. Qur'oni Karimning tarjimasi yoki tafsiri qandoq bo'lib ketishidan qat'iy nazar Qur'oni Karim hisoblanmaydi. Qur'oni Karim Payg'ambar alayhissalomning eng cho'ng mo'jizasi. Qur'oni Karim balog'ati va fasohati, insoniyatning dunyo va oxiratlik baxt saodatiga munosabatlik ichida o'rin olgan o'zgarmas olam shumul haqiqatlar e'tibori bilan barliq insonlar va jinlar bir yerga kelsimi, uning o'qishini yoza olishi va ayta olishi mumkin bo'lmagan tangdossiz ilohiy mo'jiza. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhuning taklifi va xalifa Hazrati Abu Bakrning ma'qulligi bilan vahiy kotibi deb atalgan sahobalardan tashkil topgan bir hay'at Qur'oni Karimning parcha-parcha yozilgan nusxalarini nihoyat jiddiy tekshirib, Payg'ambar alayhissalom oxirgi qitim o'qib bergan shaklda ittifoq bilan bekitib, jam'iy qilib bir mushaf holiga keltirgan va barliq sahobalar buni tasdiqlagan. Qur'oni Karimning bu nusxasi Sura Fatihadan boshlab sura nasda oyoqlashgan va ikki muqova orasiga elingan. Mushu tariqada avloddan avlodga meros qolgan va hozir bizning qo'limizda bor bo'lgan holatidir. Qur'oni Karimni savob umid qilib o'qish va qarash ibodat hisoblandi va o'quvchi savobga erishadi. Uning uchun Qur'oni Karimni junub, hayizdor va tahoratsiz kishilarning tutishi joiz emas. Boshqa hech qanday kitobni, hatto hadislarni savob umid qilib o'qish bilan ibodat hisoblanmaydi. Har qanday ibodatda faqatli Qur'oni Karimning asli, ya'ni arabchasi o'qiladi. Qur'oni Karimning tarjimasini, hadis yoki boshqa arabcha so'zlarni namozlarda oyatning o'rniga o'qishga bo'lmaydi. Iymonning asoslaridan biri Alloh taolaning barliq kitoblariga va ularning Alloh taolo tarafidan kelganligining haq va rostligiga iymon keltirishdir. Qur'oni Karimga iymon keltirish deganlik yuqorida bayon qilingandek Qur'oni Karimning Alloh taolo tarafidan Payg'ambar alayhissalomga nozil qilinganligiga, Payg'ambar alayhissalomdan bizgacha hech qanday o'zgartish kirgizilmasdan tavotur yo'li bilan kelganligining haq va rostligiga shak shubha qilmasdan iymon keltirishdir.
Qur'oni Karimning Alloh taolaning kalomi ekanligiga iymon keltirish, uning haq va rostligini tasdiqlash, mohiyat jihatdan Qur'oni Karimda va payg'ambar alayhissalomning sahih hadislarida tilga ilingan barliq ilohiy kitoblarni va payg'ambarlarni tasdiqlaganlik va iymon keltirganlik bo'lib hisoblanadi. Qur'oni Karim o'zini Qur'on kitob deb atagan bo'lib, uning hidoyatga boshlag'uvchi, haq botilni ayirg'uvchi va haqiqatni bayon qilg'uvchi qatorliq bir muncha sifatlari bor. Qur'oni Karimning bir qismi payg'ambar alayhissalomning Makkadagi davrida, yana bir qismi bo'lsa Madinadagi nubuvvat zamonida nozil bo'lgan. Makkada nozil bo'lgan oyat va suralar Makki, Madinada nozil bo'lganlar bo'lsa madaniy deb ataladi. Mohiyatda bu ikkisining o'rtasida hech bir farq yo'q. Qur'oni Karimda o'rin olgan mazmunlar asosan xabar va amir farmondan iborat ikki kategoriyaga ayrilgan. Xabar qismi Alloh taolaning ism va sifatlari, oxirat hayoti bilan munosabatlik masalalar, koinot bilan munosabatlik masalalar va burunqilarning qissalari qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan. Amir farmon qismida bo'lsa insonlarning hidoyatga erishib to'g'ri yo'lni tepish, mukallaf hisoblangan musulmonlarning ustiga yuklangan mas'uliyatlar, ya'ni musulmonlarning Alloh taolaning bu dunyodagi imtihonidan o'tib oxiratda jannatdan iborat mukofotga erishish uchun nimalarni qilishi va nimalardan hazar aylishi bilan munosabatlik hukmlar bayon qilingan. Qur'oni Karim nozil bo'lgan davrdan boshlab toki qiyomat kunigacha musulmonlarning dunyo va oxiratlik baxt saodat dasturi va hayot rahbaridir. Uning uchun Qur'oni Karim nozil bo'lgan davrdan boshlab toki qiyomat kunigacha har davr va har muhitda yashagan musulmonlarning uni tushunalishi, anqiralishi va hayotiga to'g'ri tatbiqlay olishi lozim bo'ladi. Qur'oni Karim nozil bo'lgan davrda uning ichidagi barliq ilohiy ta'limot va yo'l yo'riqlarni payg'ambar alayhissalom o'z hayotiga tatbiqladi va o'ziga agashgan muvahhid musulmon sahobalarimo payg'ambar alayhissalomga agishib ilohiy ta'limot va yo'l yo'riqlarni o'z hayotiga tatbiqladi. Qur'oni Karimda izohlashga tegishli bo'lgan masalalarni yoki sahobalar tushunolmagan yerlarni payg'ambar alayhissalom izohlab berdi. Ba'zida ma'lum bir shaxs yoki bir hodisa to'g'risida oyat nozil bo'lgan bo'lsa, payg'ambar alayhissalom oyatning nuzul sababi xos bo'lgan taqdirdami hukmlarining umumiylik prinsipi bo'yicha boshqa zamon va sharoitlarda o'xshash masalada u oyatni asos qilgan holda hukm berib, keyingi musulmonlarga Qur'oni Karim bilan qanday amal qilishning yo'lini ko'rsatib berdi. Payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida sahobalar Qur'oni Karim va dinga munosabatlik kallasidan o'tmagan har qanday masalani uningdan so'rab o'rganatdi. Sahobalar payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karimga qanday amal qilgan va hayotiga qanday tatbiqlagan bo'lsa, uningga agishib shunday qiladi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin vahiy uzildi. Hech kimga Alloh taoladan vahiy kelmadi. Hech kim o'ziga Alloh taoladan vahiy kelganligini da'vo qilmadi. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin sahobalarning qo'lida ikki narsa qoldi. Biri Alloh taolaning kalomi bo'lgan Qur'oni Karim, yana biri payg'ambar alayhissalomning Qur'oni Karim va vahiy ilohiyga asosan o'tkazgan 23 yillik payg'ambarlik hayotida qilgan ish izlari. Payg'ambar alayhissalom bu 23 yillik hayotida sahobalarga islom diniga oid nurg'un narsani o'rgatdi va amaliy tatbiqlab ko'rsatdi. Janobi Alloh Qur'oni Karimda musulmonlarga Allohning roziligini qo'lga keltirish uchun Muhammad alayhissalomga agishish shartini qo'shgan edi. Sahobalar payg'ambar alayhissalomga aloqador nima bo'lsa, uni bajandillik bilan kuzatdi. So'zlarini yodida tutdi. Agishishga lozim bo'lganlarga agashdi. Bir-birlarini uningga agishishga da'vat qildi va musulmonlarning payg'ambar alayhissalom bilan chambarchas bog'langan diniy, ijtimoiy, iqtisodiy, oilaviy hayoti shakllandi. Payg'ambar alayhissalomning gap so'z va ish izlari sahobalarning payg'ambar alayhissalom haqidagi bir-biriga so'zlab bergan rivoyatlari sahobalardan keyingi avlodlar tarafidan payg'ambar alayhissalomning sunnati va hadislari sifatida alohida varaqlarga yozilishga va bir yerga jamlanishga boshladi. Musulmon olimlar ichidan maxsus hadis ilmi bilan shug'ullangan muhaddislar, ya'ni hadis shunoslari o'tirg'i chiqib, bularning ichidan payg'ambar alayhissalomga tava bo'lganlar bilan tava bo'lmaganlarni rivoyat ilmi va metodi bo'yicha ilg'ab, sahih va ishonchli bo'lganlarni kitob holatiga elib keldi.
Musulmon olimlar bu hadis kitoblarini tarixdan beri islom dinini to'g'ri tushunish, Qur'oni Karimni to'g'ri tafsir qilish, Qur'oni Karimni hayotga tatbiqlashda eng ishonchli va to'g'ri manba deb qaradi. Buning bilan tarixdan buyon islom dinining safligi saqlandi va islom dinini avloddan avlodga to'g'ri yo'sinda yetkazish kafolatga ega qilindi. Qur'oni Karimning arab tilida nozil bo'lishi, arab tilining morfologiya va sintaksis alohidaligi va o'ziga xos fasohatlik va balog'atlik stilistikalik ifodalash shakllari, Qur'oni Karimdagi ilohiy amr-farmon va ahkomlarning asosiy prinsip bo'lishi, ko'plagan masalalarning tafsilotiga kirmasdan ixcham yo'sinda kelishi, nurg'un hukmlarning maydonga kelgan hodisalarga qarata nozil bo'lishi qatorliq nurg'un taraflari bir mazgil musulmonlar orasida Qur'oni Karimni tafsir qilishda, hadislarni qo'llanishda ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Musulmonlar ichida Qur'oni Karimni xohlagancha tafsir qiladigan, o'ziga asqatadigan hadislarni izlab tepib, o'zini haqliq chiqarishga tirishadigan, boshqalarni Qur'onni inkor qilish va hadisga amal qilmaslik bilan tuhmat qiladigan ahvollar ko'rilishga boshladi. Natijada islom dunyosida fikriy va siyosiy jihatdan nurg'un davolg'ushlar va fojialar yuz berdi. Musulmon olimlar bu vaziyat oldida Qur'oni Karimni tushunish va uni hayotiga tatbiqlash haqida jiddiy izlandi. Musulmon olimlarning tirishchanligi natijasida iymon va aqida bilan munosabatlik masalalarda kalom ilmi, musulmonlarning dunyo hayotiga taalluq ibodat, ijtimoiy, iqtisodiy, oilaviy, siyosiy muomalalar va buningga munosabatlik masalalarda fiqhiy ilmi, musulmonlarning o'z nafsi xohishini poklash, boshqalar bilan bo'lgan adab axloq va isil fazilatlik masalalarda tasavvuf ilmi qatorliq nurg'un ilmlar o'tirg'a chiqdi. Mujtahid olimlar bu ilmlarning har birining Qur'on va sunnatni asos qilgan holatda masalalarni qandoq izohlash va qandoq tushunishning mumkin bo'lganligining metodini o'tirg'a qo'ydi. Barliq olimlarning mushu metod bo'yicha harakat qilishi bilan musulmon dunyosi qisqa vaqt ichida g'oyat zo'r natijalarni qo'lga keltirdi. Nurg'un sohalarda yangi kashfiyotlar va ijodiyatlar o'tirg'a chiqdi. Dunyoda vahshiylik va ochko'zlik, zulm va istibdod ustiga qurilgan nurg'un madaniyat va hukmronliklar mag'lub va vayron bo'lib, uning o'rniga adolat va hurlikni asos qilgan islom madaniyati hokim bo'ldi. Musulmonlar Qur'oni Karim va uning tafsiri bo'lgan sunnati Rasulullohni asosiy tutqi qilib, mushu ikki angushtarning nuri ostida masalalarni davrining iqtidorli, qobiliyatli o'limalarining o'z davriga uyg'un tushunishi asosida hayotini nizomga kirgizgan muddatgacha tarixda kofirlarga qarshi izzat va ustunlik qozondi. Buning aksicha musulmonlar Qur'on menga kifoya deb har kim Qur'oni Karimni o'z xohishi bo'yicha tushunish va boshqalarga mavu to'g'ri deb qarg'ularcha tengishqa yoki hadisni Qur'oni Karimning oldiga chiqarib mavu to'g'ri deb qarg'ularcha hadischilik qilishga boshlagandan tortib musulmonlarning birligi buzildi. Musulmonlarning kuchi azaydi. Kofirlarga qarshi izzat hurmatini yo'qotdi. Bo'libmi bizdek Xitoylarning irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'lgan, kimligidan ayrilib yo'qolish girdobiga duch kelgan Sharq Turkistonlik musulmonlar uchun bundaq ahvol bir fojiadan iborat. Qur'oni Karim va sunnat ayrilmas birlikdir. Har ikkisi bir-birining tamomlig'ichisidir. Alloh taolaning kalomini va uning murod maqsadini payg'ambarsiz va payg'ambarning tatbiqlashi va izohatsiz tushungili bo'lmagandek, Qur'oni Karimsiz hadismi hech ishga yaramaydi. Muhim bo'lgani bu ikki qimmatli xazinadan eng yaxshi tariqada foydalanib, Alloh taolaning bu dunyodagi imtihonidan yaxshi o'tishimizda. Janobi Allah bizlarga hidoyat va tavfiq, o'limalarimizga basirat va to'g'ri ong nisib qilsin.